Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Men Hamidova Rohat, Gold Rohat Gullerani boshqaruvchi kompaniyasi rahbari bo'laman. 50 ta domda xizmat ko'rsatamiz. 3300 ta xonadondan iborat. Hozirgi kunda kuz ishlarini boshlab yubordik. Qish mavsumiga biz tayyormiz. Yangi texnologiya mana bu ITP bilan issiqlikni beryapmiz. Bu bir xil issiqlik beryapti va domlarimizda bu issiqlik bizani ishlab ketyapti. Bir xil. Mana 9larimiz 6 ta 9.1, 9.6, 4, 5 biridaski ko'chalarda issiqlik yaxshi boryapti. Varaqshidagi 6-domlarimiz hammasi yaxshi issiqlik olyapti. 11-domlarimizda hamma domlarda shu yangi texnologiya bilan beryapmiz. Bu bir xil berar ekan. Bir xil issiqlik berar ekan, ancha ishimizni yengillashtirdi. Lekin jadal ishlayapti. Suatov Ahtam, Kuchin Salim, Mayskiy Valeriy, Sulaymonov Ubayd, Jumayev Alisher degan ishlarimiz juda ham yaxshi ishlayapti. O'ylaymanki, bu yilgi qish mavsumimizni juda yaxshi o'tkazamiz. O'tgan yilgidan ham bu yilgi juda yaxshiroq o'tadi deb o'ylayman.